Sharqi Turkistonda Kompartiya a'zosi bo'lgan yana bir boshliq tutqun qilindi. Kompartiya Markaziy siyosiy komiteti qarashliq uchur aloqa bo'limining xabar qilishicha, 31-oktyabr kuni 1963-yil Qumulda tug'ilgan Muhammad Tuniyaz tutqun qilingan. Partiyaga 1985-yildan tortib a'zo bo'lgan Muhammad Tuniyaz 2018-yilgacha G'uljidagi Toshbuloq yezisi bilan Qumul shaharlik siyosiy komitetining bosh kotibi, Qumul shahar boshlig'i va Xotan ma'muriy bo'lim boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Kompartiya Markaziy komiteti siyosiy bo'limining ma'lumotlariga asoslanganda Muhammad Niyazning tutqun qilinishiga intizomga bo'ysunmaslik sabab bo'lgan bo'lib, uning haqida sud ochilib, xizmatidan bo'shatilgan hamda barliq siyosiy huquqlari bekor qilingan. Uyg'urlarga og'ir zulm silib, insoniyatga qarshi og'ir jinoyat ishlab kelayotgan Xitoy dunyo miqyosida norozilik uchirdi. Dunyoga mashhur Washington Pochta gazeti Sharq Turkiston xalqi uchrayotgan zulm va qirg'inchiliklarni natsistlarning yahudilarga qilgan zulmga o'xshatdi. Washington Pochta gazeti Xitoylarning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan madaniyat qirg'inchiligi natsistlarning 1938-yili yahudilarga oid korxonalarga, qabristonlik va sinagogalarga hujum qilishi natijasida 100 ga yaqin yahudi o'lgan va tarixda kristal kecha deb atalib kelayotgan fojiaga o'xshatdi. Amerika gazeti Sharqi Turkistonda masjid va Uyg'ur xalqiga oid mozorliqlarning chiqilib yo'q qilinishini dahshatli bir jarayon deb atab, natsistlarning Auschwitz, Sobibo va Treblinka jazo lagerlarida epagan qirg'inchiliklarning mushuninga o'xshash jarayondan boshlanganligini ta'kidladi. Hukumatga qarshi namoyishlar davomli elib berilayotgan Iroqning poytaxti Bag'dod bilan markaz va janubga joylashgan shaharlarda to'rg'i ulanish cheklandi. Iroq bexatarlik kuchlari Yeshil rayonining yenidagi Ahrar ko'rikining girvaklarini beton tom bilan yopganligi xabar qilindi. Shundaqla Bag'dodning har qaysi rayonlaridan bexatarlik kuchlarining namoyishchilarga haqiqiy o'q atganligi haqida ma'lumotlar kelmoqda. Xitoyning bosh ministri Li Keqiang Beijingning Janubiy Xitoy dengizida uzun muddatlik tinchlik va bexatarlikning o'rnatilishi uchun Janubiy Osiyo davlatlari bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Li Keqiang Tailandning poytaxti Bangkokda o'tgan 22-chi Xitoy va Janubiy Sharq Osiyo davlatlari birligining yig'inida o'tirg'i qo'yilgan Janubiy Xitoy dengizida rioya qilinishi shart bo'lgan muomala qoida tuzumi haqida to'xtalib, biz oldimizdagi 3 yil ichida Janubiy Xitoy dengizida bexatarlik va muqimlikning o'rnatilishi masalasida birlikka kelgan qarorga asoslanib, Janubiy Sharq Osiyo davlatlari birligi bilan hamkorlashishga tayyor dedi. Beijingning Janubiy Xitoy dengizida yasagan sunniy orollarga qurol-yarog' yo'tkab, harbiy bozor qurganligi haqidagi uchurlar Amerika va rayondagi davlatlar orasida ziddiyat paydo qilib kelmoqda. Angliya Ichki ishlar ministri Peri Patel terror xavfi saviyasining jiddiy holatdan mo'yimga tushirilganligini e'lon qildi. Patel xim xatar saviyasining o'zgartiriligiga qaramay, terrorning davlat bexatarligi uchun yana bir tahdid ekanligini aytdi. Xim xatar saviyasining davomli tekshirib turilganligini eskartgan Patel, hukumat, soqchi va istixborotimiz terrorlikqa qarshi harmay talmay xizmat qilishni davomlashtirdi dedi.